Nima qilyapsiz? Tinchlikmi? Kimsiz siz? Boring ishingizni qiling. Nima bo'ldi? Allanganman. Hamma qiz bola bir go'r, tushundingizmi? Hamma qizlar bir xil emas. Sovqatib qolibsiz, yuring mashinamda o'tirib turasiz. Nima? Meni qanaqa bola deb o'ylayapsiz? Jirtillab chovib borib mashinasiga o'tirib olayotgan bola deb o'ylayapsizmi? Xarakteringiz yaxshi ekanda, bo'lmasa hayotda mashinasiga o'tirmaydim men. To'g'risini aytsam, menga yoqib qoldingiz. Nima? Yoqib qoldingiz? Men bunaqa gaplar ko'pini eshitganman. Yoqib qoldim, sizga yerga tegaman, sizni baxtli qilaman, uyit-buyit. Qo'ying, meni uyga tashlab qo'ying, juring. Xo'p, faqat yo'lda bitta joyga shundoq kirib chiqamiz, xo'p? Boshlan, men kurtkangizni ol, qo'ying uyga tashing, juring. Mayli, xo'p. O'zim kirib chiqaman. Xohlasangiz siz o'tirib turasiz. Nima? Ulbalar mashinaga haligi stripti mashinaga dekressiya holatda tashab ketaverasizmi? O'zingiz ko'nmayapsiz. Sizga telefon bermoqchi edim. Hozir telefon aparasan, keyin evaziga mendan ko'p narsa xohlaysiz, to'g'rimi? Hayotga kerak emas telefoningiz. Buni telefon uchun rahmat, uncha qimmat emasmi? Bu ishonch do'koni. Bundan arzoni bo'lmasa kerak. Bu yerda 12 oyga bo'lib to'lashga Samsung Galaxy S25 Ultra 1.411.000 so'mdan. iPhone 16 Pro 1.590.400 so'mdan. Samsung Galaxy A17 223.900 so'mdan. Honor 400 Lite 344.000 so'mdan. Honor X9D 440.300 so'mdan. Xiaomi Note 14 Pro 350.700 so'mdan. Xullas, mana shu hamma telefonlarni 12 oyga muddatli to'lovga bo'lib to'lashga olsa bo'ladi. Qani, telefonlar yoqdimi? Endi taklifimga rozimisiz? Nima, bitta telefon apir xohlagan ishim qilaman deb o'ylayapsizmi siz? Bitta emas, 6 ta. Boya kirib chiqamiz degan joyingizdan tez chiqamizmi? Uncha joma joy emasmi?